nevaralarni chaqirib aytardilar. Bir duo qilgin. Biz aytamiz, biz yoshmiz, qanday duo qilamiz sizni oldingizda? Yo'q, tasavvur qil, men vafot etdim. Sen nevara bo'lib turib, meni haqqimga qanday duo qilasan derdilar. Biz aytamiz, siz tirik-ku, qanday duo qilamiz? Yo'q derdilar. Shuni o'rgatardilar bizga. Bu yog'ini ana bunday deysan, bu yog'ini mana bunday deysan, ana buni qo'shasan, mana buni takrorlaysan. Seni duolaring chiroyli emas, boshqacha bir duo qilish kerak deb o'rgatardilar. Birodar, o'rgating. Farzandlaringizga ozgina vaqt ajratingda ularni ibodatini tekshiring, ularni tahorat qilayotganini tekshiring, ularni qanday namoz o'qiyotganligini biling, birga namoz o'qing, ularni imomlikka chiqaring, orqasidan turib o'zingiz iqtido qilib uning xatolarini to'g'rilang. Alloh fazilat bersin inshaalloh. Chunki ular ertaga kelajak mevalari, ular imom bo'ladigan odamlar, oilaga rahbar bo'ladigan yigitlar. Qizlarimiz